Akalar, mahallaning go'zalligini qaranglar. Mahallaning nima aloqasi bor desam, shu mahallada biz akalar shunaqa go'zal tunuka fon qilib berganmiz. Ustamiz ana Abduvohid aka bu yerda 225 kvadrat tunuka fon qilgan. Bu joyga oq mo'ltir Toshkent tununkasidan ishlatganmiz. 225 kvadrat. İşimizni ko'rib bir baho berishingiz mumkin. Ben 140 so'mdan dogovor qilib ishni bitkazib berdik. Xudo xohlasa chiroyli chiqdi. 1 kvadrat 140 so'mdan ekan akalar. Go'zalligini o'zingizlar baho berib, ko'rib, shunga yarasha narx bo'lgan. Qalinligi ham oq gilansli, Toshkentning 10 yil garantiyasi bo'lgan tunukada qilgan. 31 million 500 ming so'mga bitgan bu obyektimiz. Tomga qancha tunuka ketgan? Tomalar o'tgan yil yopildi. Tomiga 200 kvadrat atrofida tunuka ishlatganmiz. Oldiga zanjor ishlatganmiz. Motor qanday ichkariga antikovga ko'rinishi chiroyli bo'lishi uchun oldiga rangli, uyning ichiga oddiy oq bilan ishlatgan ekan akalar. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Tashqari fasadga mahallada ko'rinishlar rosa chiroyli, go'zal turadi. Sizlar mahallalarda ikkita shunaqa chiroyli uy bo'lib turadi akalar. Hop, nimaga aynan asprofildan olasiz? Boshqa yerlarda ham tunuka saylar bor. Hammada har xil tunikalar bor. Nimaga aynan asprofil? Endi birinchi o'tirishda sifat. Keyin qalin yupqaligi Xudo xohlasa javob beradi qalin yupqaligiga. Notor chiqadi. Narsalar yaxshiligi uchun profildan xarid qilamiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamga telefon qilsanglar bo'ladi.